Tojikistondan umra safariga borayotganlarga juda ham chiroyli sharoitlar tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, to'liq ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. Inshaalloh Tojikistondan biz orqali umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga bir kun oldin kelishadi. Gasni hissalarini gaplashib, chiroyli qilib to'lovlarigacha o'zimiz qilib beramiz. Sizlar maza qilib bir kun damda olasizlar. Misol Toshkentda uçsanlaring, Toshkentda ertasiga aeroportga chiqib, bemalol uchib ketasizlar. Ibodatda ham, samolyotda uchganda ham qiynalmaysizlar. Shu sharoitda sizlar uchun tayyorlab qo'yganmiz. Kim Tojikistondan 20 ta, 30 ta, 40 ta, 50 ta odam qilgan bo'lsa, o'zi 50 boshli bo'lib bormoqchi bo'lsa ham aloqaga chiqinglar. Siz o'zingizdan 50 boshli bo'lganingiz uchun bir so'm pul olinmaydi, sizga bepul qilib beriladi. Va hamkorlarga narxlarni ham bexijolat qilib beramiz. Eng arzon narxlar o'zimizda. Xudo xolasa, endi biz sizlarga qaysi sanalarga narxlari qanaqa bo'layotgani to'g'risida ma'lumot beramiz. 7-Toshkent-Jidda yo'nalishidagi reysimizga 1050-1100 dollardan odam olishyapti. Biz sizlarga 1025 dollardan qilib beramiz. Xudo xolasa kelasizlar. Gasni hissalarini biz o'zimiz cho'ntagimizdan shunday to'lab beramiz. 50 boshni ham bepulga jo'natamiz. Faqat o'sha bitta guruhni chiroyli qilib qarab olib borib kelsa bo'ldi. 1025 dollarni. Xo'p, Namangandan reys so'raganlarga 7-iyulga Namangandan bor 1040 dollardan, 8-Farg'ona Jidda bor 1040 dollardan. 15-22-29 Farg'ona Jidda Primoy reyslar hammasi bizda. Bu reyslarimizni narxini 1050 dollardan qilib beramiz. Bizda gasni hissadan muammo yo'q, paketdan muammo yo'q. Sizlar istagan paketni, istagan sharoit qilib beramiz. Xolasalaring 700 metr masofada Diyor al-Uraba Makkada gasni hissamiz bor. Piyoda haramga kirib chiqsa bo'ladi. Avtobusi bo'lmaydi bu. Xolasalaring 1 kilometrda Malak al-Safo nomli gasni hissamiz bor. Aynan ushbu gasni hissamiz avtobusi bo'ladi. Yo'nalishi ham yaxshi. 8-6 daqiqada piyoda kirsangiz bo'ladi, avtobusda kirsangiz 6 daqiqalik yo'l bo'ladi. Xolasalaring bunga paket qilib beramiz. Paket bilet desalaring, biletni o'zini ham beraveramiz yoki paketni o'zini ham beraveramiz. Madinada markaziyadagi birinchi qatordagi gasni hissalar, Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, o'zimiz oshxonada povurlar tayyorlagan taomlar. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ravzasidan ham muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa 50 bosh bo'lmayman deganlarga albatta 50 boshlarimiz birga borib, birga kelishadi. Xudo xolasa kamzil, bejik, sumka, viza hamma yo'q aeroportda beriladi va qiymati aeroportlarda 250 ming sotiladi. Mana shu yostiqcha. Shu yostiqchani biz har bitta siz orqali kelgan ziyoratchiga tekinga qo'shib beramiz. 50 ta odam bo'lsa 50 ta yostiqchani biz bonus qilib tekinga hadya qilamiz. Xudo xolasa bu ham odam jalb qilgani yaxshi. Xudo xolasa tojikistonliklarga ham, o'zbekistonliklarga ham bir xil sharoit qilib beramiz. Asosiy tojikistonliklar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xolasalaring kelib, gaplashib, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Inshaalloh ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApplarimiz, Telegramlarimiz 24 soat ishlaydi. Tojikistonlik ziyoratchilar aloqaga chiqishyapti, jo'natyapmiz. 30-kuni Toshkent Jiddada ham 13 ta tojikistonlik ziyoratchilarimizni o'zimiz jo'natdik. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishliklaring mumkin. Yana sizlarda qanaqa savollaring bo'lsa, javob berish kerak bo'lsa, albatta biz javob beramiz. Tojikistondan umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga, arzon narx kutayotganlarga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa bizga aloqaga chiqishlariga sizlar ham sababchi bo'lib qolinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.